Argentina nikotinli mahsulotlarni tartibga solish tizimini qanday o'zgartirmoqda? Argentina salkam 15 yillik taqiqdan so'ng 2026-yilda elektron sigaretlar bozorini butunlay yopish o'rniga ularni qat'iy nazorat ostida sotishga ruxsat berdi. Hukumatning aytishicha, qog'ozdagi taqiq odamlarni chekishdan to'xtata olmagan, aksincha butun savdoni qora bozorga haydagan. Oqibatda davlat veb suyuqliklari tarkibini, ulardagi nikotin miqdorlarini va qurilmaning xavfsizligini tekshira olmagan. Bundan norozilar endi davlat qonuniy bozorni qanday nazorat qila oladi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Ushbu yangi yondashuv Argentina Sog'liqni saqlash vazirligi hamda dori vositalari, oziq-ovqat va tibbiy texnologiyalar milliy ma'muriyati tomonidan qabul qilingan yangi hujjatlar asosida joriy etildi. Ushbu hujjatlar bilan tamakini qizdiruvchi moslamalarga hamda elektron sigaretlarni import qilish va reklama qilishga qo'yilgan taqiqlar bekor qilindi. Lekin bu hamma xohlaganicha sotaveradi degani emas. Endi har bir mahsulot qattiq tekshiruvdan o'tib, ro'yxatdan o'tishi shart bo'ladi. Qarorda yozilishicha, mutlaq taqiq tez o'zgarayotgan bozor sharoiti faqat noqonuniy savdoni kuchaytirishga xizmat qiladi. Qora bozorda esa tarkibi va sifati noma'lum xavfli moddalar bemalol sotilaveradi. Shuning uchun davlat xavfni butunlay rad etishni emas, balki uni boshqarish yo'lini tanladi. Shunday qilib, islohotning maqsadi nikotinli mahsulotlarning xavfsizligini tan olish emas, balki amalda mavjud bo'lgan bozor ustidan nazoratni kuchaytirish, voyaga yetmaganlarni himoya qilish va real iste'mol to'g'risidagi ma'lumot to'plash sifatida belgilangan. Yangi tizim elektron sigaretlar va ular uchun suyuqliklar, tamakini qizdirish qurilmalari va stiklar, shuningdek nikotinli yostiqchalarni qamrab oladi. Ishlab chiqaruvchi yoki importchi maxsus platforma orqali ariza topshirishi kerak. Arizaga mahsulot formulasi, har bir tarkibiy qismning konsentratsiyasi va toksikologik ma'lumotlari, komponentlar va ajralib chiqadigan moddalar bo'yicha laboratoriya tahlili, sifat nazorati sertifikati, qadoqlash va bolalar foydalanishidan himoya qilish mexanizmi tavsifi, yo'riqnoma hamda distribyutor rejasi ilova qilinadi. Ariza topshirish qiymati mamlakatda sotilayotgan eng qimmat sigaretlarning 2000 qutisi narxiga bog'langan. Hujjatlarning to'liq to'plami taqdim etilgach, ro'yxatga olish raqami 5 ish kuni ichida berilishi kerak. U mahsulotni 5 yil davomida sotish huquqini beradi va har bir qadoqda ko'rsatilishi lozim. Shu bilan birga tartibga soluvchi organ tekshiruvlarini o'tkazish, ruxsatnomani bekor qilish va mahsulotni bozordan olib tashlashni talab qilish huquqiga ega. Argentina mahsulot tarkibi va konstruksiya bo'yicha aniq cheklovlar o'rnatdi. Suyuqlikdagi nikotin konsentratsiyasi 20 mg dan past, rezervuar hajmi esa 2 millidan oshmasligi kerak. Bunday chegara Yevropa Ittifoqi va Kanadada amal qilayotgan me'yorlarga mos keladi. Faqat tamaki ta'miga ruxsat beriladi. Sintetik nikotin va ularning analoglari, shirinlantiruvchi moddalar, kofein, taurin, vitamin hamda salomatlik uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan qator boshqa moddalar taqiqlanadi. Oldindan suyuqlik bilan to'ldirilgan bir martalik elektron sigaretlarni import qilish va sotishga yo'l qo'yilmaydi. Tamakini qizdirish uchun mo'ljallangan bitta stik tarkibida ko'pi bilan 5 mg nikotin bo'lishi mumkin. Mahsulot formulasining o'zgartirilishi uni qaytadan ro'yxatdan o'tkazishni talab qiladi. Qadoq bolalar uchun jozibador bo'lgan buyumlarga o'xshamasligi, unda mashhur shaxslar, sportchilar yoki hayvonlar tasviridan foydalanmasligi kerak. Qadoqda mahsulotning zarari kamligi yoki xavfsizroq ekani haqidagi yozuvlar taqiqlanadi. Shuningdek, mahsulot chekishni tashlash vositasi sifatida tasdiqlanmagani haqidagi yozuvlar bo'lishi lozim. Sanitariya ogohlantirishi qadoqning old va orqa tomonining 50% ni egallaydi. Hujjat tamaki va unga tenglashtirilgan mahsulotlarni 18 yoshga to'lmagan shaxslarga sotishni taqiqlaydi. Reklama, targ'ibot va homiylikka umuman olganda yo'l qo'yilmaydi. Yangi yo'nalish tarafdorlari davlat nihoyat tekshirilgan mahsulotni noqonuniy mahsulotlardan ajratish imkoniyatiga ega bo'ladi deb hisoblamoqda. Kardiolog Sebastian Shansning aytishicha, yangi tartib mahsulot tarkibini nazorat qilish va norasmiy savdo kanallarini qisqartirish uchun vositalarni yaratishni aytdi. Shu bilan birga u veblar zararsiz deb hisoblash mumkin emasligini va asosiy vazifa ayniqsa yoshlar orasida yangi iste'molchilar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini ta'kidladi. Amerikalar aro yurak jamg'armasining Argentinadagi bo'limi an'anaviy tamaki mahsulotlarini reklama qilish bo'yicha cheklovlar ham muntazam ravishda buzilayotgani, nazorat va jazo mexanizmlari esa yetarlicha samarali ishlamayotganini ma'lum qildi. Davlat yangi qoidalarga rioya etilishini qanday ta'minlashi borasida shubhalanishlar uchun asoslar mavjud, deydi ekspert. Uning fikricha, elektron qurilmalar va nikotinli yostiqchalar bozori nazorat organlari uchun an'anaviy sigaretlarga qaraganda ham murakkabroq vazifa hisoblanadi. Tashkilot nikotinli mahsulotlar sigaretlardan arzon bo'lib qolmasligi va shu orqali o'smirlar uchun yanada qulay mahsulotlarga aylanmasligi uchun ichki soliqlar tizimini yangilashga chaqirmoqda. Argentina tajribasi tanlov faqat taqiqlash yoki ruxsat berish kabi oddiy muqobil bilan cheklanmasligini ko'rsatmoqda. Tartibga solinadigan model kamida 4 ta ishlaydigan elementni talab qiladi. Bu elementlardan biri ishlamasa, qonuniy bozor yashirin bozorni siqib chiqarmasdan u bilan parallel ravishda mavjud bo'lishi mumkin. Samaradorlik ko'rsatkichi
ko'rsatkichlarni oldindan belgilash ham muhim. Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan mahsulotlar soni, laboratoriya tekshiruvlari natijalari, musodara qilingan mahsulotlar hajmi, savdo nuqtalari va internetdagi qonunbuzarliklar, katta hamda o'smirlar o'rtasidagi iste'mol ko'rsatkichlari, shuningdek soliq tushumlari haqidagi ma'lumotlarni e'lon qilib borish kerak. Argentina rezolyutsiyasining o'zi savdo hajmi, realizatsiya kanallari va xaridorlarning yoshi to'g'risidagi ma'lumot yig'ishni nazarda tutadi. Biroq ushbu mexanizm samaradorligi hisobotlarning muntazamligi va sifatiga bog'liq bo'ladi. Bu tajriba O'zbekiston uchun siyosiy yo'nalishlarning qarama-qarshiligi sababli qiziq. 2026-yil 1-martdan boshlab mamlakatda nikotinni elektron yetkazib berish tizimlari, jumladan elektron sigaretlar va ular uchun suyuqliklar muomalasi taqiqlandi. Qonunda bunday mahsulotlarni noqonuniy ishlab chiqarish, saqlash, tashish, sotish, olib kirish va olib chiqish uchun ma'muriy hamda jinoiy javobgarlik ham belgilangan. Nikotinli pouchlar esa O'zbekistonda bir necha yildan buyon taqiqlangan. Argentina ayni davrda taqiqdan nazorat ostidagi ruxsat berish tizimiga o'tishni boshladi. Ikki modelning muvaffaqiyatini qonundagi talablarni qanchalik qat'iy ifodalangani bilan emas, balki amaliy natijalar orqali taqqoslash mumkin bo'ladi. Bunda mahsulotlarning voyaga yetmaganlar uchun qanchalik ochiqligi, noqonuniy bozor ko'lami va iste'mol dinamikasi asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Argentina islohotining hozirgi asosiy xulosasi tartibga solish modeli o'z ustunligini allaqachon isbotladi degan fikrda emas. Mamlakat faqat rasmiy taqiq va amaldagi nazorat bir xil narsaga emasligini tan oldi. Endi Argentina ro'yxatdan o'tkazish, texnik standartlar va monitoring avvalgi tizimga qaraganda yaxshiroq ishlashini amalda tasdiqlash kerak.